Qashqayga qarab atlanganlarmı iloji qilib ko'zga cheliqmasdan yurtlarimizga yetib olsak, ondan shu yerda tutilsak maylidi degan umidda mumkin qadar nahiya bozorlarga yo'liqmay mengishga tirishdik. Ailesi borlar tutilishdan burun oilasini ko'rib olish uchun shundoq qilishatdi. Mening ko'rivog'idek hech nima bo'lmasimi, yanala bir xil ichki sezimning turtkisida mumkin qadar tutilmaslik uchunla ularga ergashdim. Tirishchanliklarimizga yarasha yelkangacha salomat keldik. Men hamrohlarim bilan bu yerda xo'shlashib, Turdaxun akaning uyiga uchrashib mangmoqchi bo'ldim. Yelkanda kommunist askarlarini tunji qitim yaqindan ko'rdik. Men Turdaxun akaning uyiga kelib, ko'chadanla uning o'rilgan peshayvonini yasavog'ini ko'rdim. Kirib ular bilan amallashib, ertasi yo'lga chiqmoqchi edim. Bizning ko'rishmaganimizga 10 yildan oshgan edi. Garchi uch chekiga ko'z yetmas shu tog'lar dunyosida bir oydan ortiq safarda yurib, julluqim chiqib ketgan. Etimmi aran qolgan bo'lsa-mu, Sanjudan e'tiboran undaq jafolarni ko'rmaganimiz. Her kech bo'lgan yerda normal uxlab yo'lmanganimiz uchun xeli esimga kelib qolgan ust-beshimmi apandichi edi. Lekin shu egizlikdagi tutakdan qolgan yordamlar chiroyimizni Tibetlarga o'xshatib qo'ygan bo'lib, bu iznalar yaqin arada yutadigandak emas edi. "Voy, qayoqdan tushdilar? Osmondami yo?" devatdi menga darvozani ochiqlan Turdaxun. Kechki gugum o'z saltanatini qadimiy Yakan shahri ustiga texi amdil yevatqachqa Hadirni to'nug'idek imkon bor edi. Gap uzun, mag'dur az, dedim kulimsirab. U qo'limdan atning chulurini ilib, Aqtaxona tarafga yetilab ketayotqachmi, og'zi tinmay so'zlab turdi. Yangiliklar haqida ta'sirotlarini, kommunist askarlarning o'tgan zamonlardagi yig'iliqlarda ko'rgandek yomon odamlar emasligini, ularning qiyri ojizlarga, yolg'izlarga yordamda bo'lib, har ko'ringanga xushchiroy beqib turdiganlik haqida havas bilan so'zlaydi. Bu ishchan, hunarvan odam o'rilgan peshayvonlar emas, uy voqlarini ajoyib chiroyli yasab olgan edi. Otni joylashtirib bo'lib, meni uyga boshladi. Gulsumxon bilan illiq salomlashdik. Ondan ularning yangiliklar haqidagi zo'q-sho'qi bilan so'zlayotgan uchurlarga quloq silib, jimmida o'ltirdim. Ular barliq yangiliklarni so'zlab tugatganligidan amin bo'lgandan keyinla mendan gap anglashga fursat yetdi. "Xo'sh, endi o'zlaridan anglayli. Sizlar bizdan jiq biladilar. Shay ko'rgan odam bo'lgandikin", dedi Turdaxun. "Menda nima yangilik bo'lsin? Sapli ko'nuliq", dedim men. "Kommunist Xitoylarning askarlarini endi mushu Yakan shahrida ko'rdim. Necha vaqtdan Qaraqurum tog'larida Hindiston yo'lida edim. Endi kelyapman." "Hindistonga borganmidlar? Yo bo'lmasa ketayotganmidlar?" "Ketayotgan. Yo'l bo'lmagan o'xshamamda." "Yo'l bo'lmay qoldi. Voy esit, mushu kommunistlarning vajidan bo'lmasin yana." "Shundoq desakmi bo'ladi. Bulg'o bir odamga yomonlik yetadigan haqday qilmaydi. Voy bilmadim juma." Shundoq qilib ular bilan ahvollashdik. Kechki tomoqni yeb, yetib turishimizga ishqi qilib bir necha qurolliq askar kirib keldi. "Sobit apandi qo'ysin. Men shu. Turah biz bilan mang." Turdaxun akla kalvalashib qoldi. Menmu ularga bir kasobitim tegib qolarmikin deb ansirdim. Milliy armiyaning jangchilari meni gazarmasiga elib keldi. Qarasam, bizning qolgan birodarlarmi bu yerda ekan. Demak, ular tutilib, ondan mening uchurimga erishgandek qiladi. Bu chaqlarda milliy armiya bilan Xitoy armiyasi birlikda ish bajarib yurgan chaqlar edi. Odam tutadigan ishlarni asosan Uyg'urlar qildi ekan. Xitoylar yaxshi chaqliq ifodalab, mumkin qadar nafratning nishonini o'zidan burib etish siyosati yurgizayotganligini his qildim. Ertasi bizni Qashqarga yo'lladi. Qashqarda Yumaloqsha qo'rg'oniga akilib tashladi. Ko'p o'tmayla Xotanga ketganlarmi yetib keldi. Yil beshida Aqsuga ketgan Hoji Yaqubmi bu yerga elib kelindi. Hammaylar degidek Qashqarda jam bo'ldik. Bizni qattiq savol so'roq qilishmadi.
Ba'zi milliy armiya kadrlari aktivlikka tutib, bir eg'iz tillab qo'ygani demaganda, yuqori darajalik ofitserlar, Xitoy ofitserlari iliq muomalada bo'lishdi. Töven dereceli milli armiya ofitserlari bizni Jahangirlarning gumashtisi, g'oltisi, vatan xoinlari degandek gaplar bilan tillab dushkalab qo'yatdi. Agar bunda qallarni Xitoy kadrlari ko'rib qolsa, darhol tanbih berib, bizdan uzr so'rabmi qo'yatdi. Hozir Qashqarda milliy armiyaning 13-tumani diviziyasi turadi. Bu tuman Muhammad Iminovning tumani bo'lib, Tekes atliq 1-polka asosida o'zgartib tashkillangan edi. Uning 3 polki bo'lib, Aqsuda, Qashqarda, Xotanda birdan polk turadi. Tuman qarorgohi Qashqarda edi. Kommunist armiyasining qo'mondoni Wang Inmo bilan baravar Janubiy Shinjang harbiy rayoni bo'lib turibdi. Bu yerda hozircha saqchi organlari tartibga solinmag'achqa tutqun qiladigan ishlarni umuman yerliklar bilan bo'ladigan ko'ngilsiz ishlarni milliy armiya ustiga olgan edi. Ular vazifa o'tash jarayonida chekdan oshirib etsa Xitoy kadrlari. Yo'ldosh, siyosat bo'yicha ish qiling. Biz Gomindan aksiyachilariga o'xshamaymiz, deyishadi. Qilich bu ahvollardan ichi pushibmi yoki menga taqobil kelishning paketini topdim deb o'yladimmi bilmayman bir kuni. Qarang apandim, bu milliy armiyamizning kadrlariga. Siz bularni bek chiroyli aqlagan edingiz. Mana bular kommunist Xitoylar bilan shundoq obdan maslashib ishlab etibdi, dedi. Agar Gomindan hokimiyati bo'lgan bo'lsa qandoq bo'ladi? deb so'radim uningdan. Sizmi Gomindan Xitoylar bilan shundoq yaxshi maslashib ishlamdingiz qandoq? Qilich beshin chayqab kulimsirdi. Men asli davom qilib, shaharning ko'chalaridagi shuarlarga diqqat qilmadingizmi? Sotsializm qurishga yordamlashib, Gomindan qoldiqlarini tozalab bo'lib, 3-5 yilgacha chiqib ketimiz degandeklarga. Ha, bu milliy armiyamiz mana shuning emas. Aldirmang. Hozir bularning qo'lida miltiq bor. Harvida toshqan oldigan Xitoylar ularning miltiqining unini chiqamay bir yaxliq qilib olsin. Shu chaqda ko'rasizki, ularning holi sizdan mu yomon bo'ladi. Xuddi Qaraqurimda bizning qo'limizdagi qurollarni ilvog'icha va ilvog'andan keyin bo'lgan o'xshash. Nimishqa undoq bo'lar? Ularmi kommunist tursa? Chunki ularning Xitoylarni etishga jur'at qilgan gunohi bor. 3 viloyatdan Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, bir mustaqil davlatni jakarlagan gunohi bor. Buning o'chi elinmasa, men Xitoyni tushunmagan bo'lay. Ammo har qo'yivering, har ikki tarafning kommunistligini. Har qanday bir siyosiy maslak maqsadga yetishning vositasi. Ammo milliy manfaat maqsad. Unutdingizmi? Texi shu tunigun Qaraqurimda bo'lganlarni. Sizlar Gomindangchi edingizlar. Aramizda biror kommunist yo'qdi. Chegara qarovullarmi Gomindangchi edi. Qandoq bo'ldi keyin? Nimiliki bo'lmasin, milliy armiyada qurol bor. Ular aldanganligini bilsalar, yo'lini o'zgartib, Xitoylarga qarshi ko'tarilishi mumkin. U holda xalqmi ularga ergashidi. Bularni Xitoylar bilmasmi? Ya'ni siz degandek milliy armiyani, ya'ni milliy kommunistlarni dog'da qo'yadigan ishni qandoq ro'yobga chiqara? Siz meni gapga solmoqchi-ku deyman. Bo'pti, shundoq bo'lsa-mi bo'ladi, dedim Qilichqa. Uni yoqtirib qolganim uchun uning bilan gaplashishni yaxshi ko'ratdim. Kommunistlik bilan Harvida toshqan oladigan Xitoylik birlashsa, hiyli mikrning eng yuqori rekordi barliq kelamdi yo'q? Keladi. Undaqda bu ish qandoq tartibda elib beriladi? Xuddi av ko'chadagi chaplab qo'yilgan shuarlardagidek. Ular go'yo bizning beshimizni silaydigan mashoyixlik sifatini saqlab turdi. Yerlik qozixonalar mahkama shar'iga yo'l qo'ydi. Dininglarga chekilmaymiz degan siyosat rost chiqayotgandek ko'rinadi. Barliq odatlarimizmi o'z ayni qoladi. Ammo astirtdan ba'zi tabiatsiz, aqlsiz odamlarni pul bilan, amal, mansab bilan setib olib, kommunistik aktivlarni barliqqa keltirdi. Yerlik namrat aktivlar bilan nopuz egalari orasida surkilish paydo qildi. Avval ularni chiroyli kelishtirgan qiyofat ifodalashi mumkin. Keyin bo'lsa, bu sinfiy ziddiyatni zo'rliq kuch bilan hal qilishga majbur bo'lgan shakl elishi mumkin.
Namrat xalqning, zulm çekkan xalqning erkinlik tələbi, azadlıq tələbi şəklində ularning rayinamidan zomigarlarni yo'qotishi mumkin. Yerlik nopuzluqlar, inqilab başçılarımı bu jarayonda bekor turmaydi albatta. Ular Xitoyning va kommunistlarning mohiyati haqida tushuntirilishlar elib berib, xalqni qarshilikqa yetaklashga urindi. Ammo xalq bu mezgilda Xitoylarning faqatla shafqatlarini ko'rib atgan. Yerlik liderlar tasvirlagan yovuzlikni, xatarlik ahvolni ko'rmayotgan bo'lg'achqa o'z liderlariga ergashmaydi. Aksicha, ular ustidan shikoyat qilishi mumkin. Xitoylar tamoman ishonchga erishgan. Yerlik yo'lboshchilar, nopuzliq shaxslar yolg'onchiga chiqib bo'lgandan keyin ondan ovni boshlaydi. Bilasiz, bu jarayonda Xitoy harbiy yo'tkilishlarni jiddiylashtirgan bo'ladi. Bu 4-5 yillik fursatda yetarli kuch yo'tkilib, strategik nuqtalarga bekitib bo'lgan bo'ladi. Ammo harbiy yo'tkilishlar haqida xalqning hech xabari bo'lmaydi yoki qismanlikda ko'ziga cheliqsimi, bu ishlarni o'zlariga munosabati yo'q bir ish hisobida ko'rdi. Tahlilingizga qo'shilaman, aqlga uyg'un. Degandek, dekabrning 22 kuni Milliy armiyani o'zgartib, Azodlik armiyaning 5-korpusi qilib qurish haqidagi buyruq e'lon qilindi. Buni o'yladi tovan darajalik kommunist ideyasining nimaligini bilmaydigan ofitserlardan angladik. Buningga ba'zilar xo'sh bo'lib gul qaqalari echilib ketishdi. Ba'zilarning ro'shan xap ekanligi bilinib turadi. Ana boshlandi, dedim qilichqa bu voqeadan keyin. Bu qurolsizlantirishning boshlanishi faqat xalqqa qarshi yo'qotish harakati, yo'lboshchilarni tozalashlar buning orqasidan keladi. 1952 yili 10 yanvarda G'uljida 5-korpus qurilish murosimining ochilganligi xabarimi yetib keldi. Kunduzlari biz ho'ylida aylanib yuratdik. Hatto bozorga chiqib kirishimizga ruxsat qilishadi. Ba'zida saqchi idorasiga aparatdi. Ammo ko'pincha bizga milliy armiya mas'ul edi. Keyin saqchixonada turg'un almasni ko'rdim. Men uni oxirgi qatim Urumchida ko'rgan edim. U chaqda bak cho'nqur tonishib ketmaydi. Ammo uning yosh shoir ekanligini, o'tkir bilan pur chiqib pishmaydiganligini bilatdim. Saqchixonada uchrashganda u bizni toniqandek qilmadi. Bu chaqda saqchi boshlig'i Abdurahim Pitak degan atush mashhadlik kishi edi. Harast, unutib qolg'ili tas qapti men emasmi? Bu yerda Nosiraxon bilanmi birga bo'ldik? Bizdan bir oy keyin paydo bo'ldi. Bizlarga bir parchadan tafsiliy tarjimahol yozish topshirilgan edi. Yezib topshirdik. So'roqlarmi bo'ldi. Ammo bizga jinoyatchiga muomala qilingandek muomala qilinmadi. Bizni sizlar ilm egisi ekansizlar, yangi hukumatga bak kerakli kishilarsizlar, davlat boyligi sizlar degandek yog'limi gaplar qilinib-atadi. Hatto bizga material tarjima qildiradigan ishlarmi bo'lib turadi. Shunga biz xeli xotirjam bo'lib qolgan edik. Ana shunday kunlarning birida Nosiraxon qo'rg'on ichida kezib yurdi. Shumi emasmi dedim ishonmay. U meni ko'rmagandek naraqdan o'tib ketib-atadi. Nosir deb to'lidim o'zimni tuta olmay. U shaqli burilib birdan men deb qolgandek qilib yuguribla oldimga keldi. Shundoq chin quchoqlashdikki, ballarimiz qirislab ketdi. Shunchalik seg'ingan edim. Umu bak seg'ingandek qiladi. "Bamsan" deyishib ketdik. Gaplar bo'g'zimizga kaplashib qolgan edi. Deyishadigan shuncha ko'p gap, qayerdan boshlab, qayerda tugutish kerakligini bilmay kalvolishib ketgandek qo'liqatdik. Ashu yo'sinda bir-birimizni qo'yib bermasdan optab tushib turgan tamning to'yiga kelib, so'ngzuyib olib rasmiy boshladik. Degine, sen nega yo'qolding? Bombardimanda tuyuqsizlik g'oyib bo'psan. Xitoylar sening so'roqingni mendan elib, bir muncha tayoq yedim. Hani bo'lsa, Qashqardagi chaqda bozorga ruxsat berganda qochmabsan. U chaqda qochsang meni etivitetdi cho'qim. Men shundaq namatmanva. Senmi shu? Ha nima daverdi ekansa? Dedi Nosir xafa bo'lib. Qarasam ish chataq, jonni ola dedim, shu qochdim. Ermundada bir kun yotdim.
Әрмунда дегені Әрмудун, Қашқай Еңшәрге қарашлық бір еза, Еңсар тарапқа яқын Аптурдын. Бірсінің самаллықыда андын аста суғырылып чықсам жаһан тынжығандек, етішме авазлар ұзақта. Еңсар тарапқа та аңланып етіп тікен. Шуның білән, я тәвәккәллах, дәпла атышқы қарап тікіп әттім. Бопты. Бу хақта яны кейін тәпсілі сөзішәміз. Маңа yurtның әхвалыдан бір гәқіп бәгіне. Дедім алдырап теніп. Немедір юрікімні визжеді қызытып тұратты. Немедір пәуқылады бір ұчыр күтіп атқандайкла рухим 6-шы сезгі мені алдыртып тұратты. Балаңны көріп келдім. Яқ, оныңғы хели болды. Балаңны дедің мо? Абитін де атам сен. Қолымны қойап бірава. Сұндырып етем сен еме бала. Сенің бұл түгі тапындек қолырыңды бұнчы бала қамалlı басаң, білеклерім чидамда ва. Dedi Nasır қолымны сілкіп. Мен ixtiyarimdən taşqari onu sıqıb, haqiqatan mu bilikini çıqırıb ətkili tas qapdı mən. Bu qıl adaş. Gep qıl. Badım dedin ma? Qandaq gödün. O özü qandaq. Kimge oxşapdı o? Allah karamet. Nimanda qılısan oy? Bunda qığılı tutsan meni azğaştırıb etmemse. Eliştimaydı. Bir baştan digili qoyamsa qoymamsa. Maqul. Gepini bölmeymen. Gep qıl tez. Başta Havaxan hamı bilen bazağı keptiken. Mən nədim bilay sen avalanlıqını. O toğurda untuplu gitip tiken mən digine. Nemişqa desən, mən bu arada zindanda yattım adaş. Ma gəplini sormaysan texi. Şuna untuplu ketkenken mən. Havaxan hammağa salam qıldım. Yeni da 10-11 yaş əpçörüsüdü bir oğul balı ba. Ançı qızıqıp mı ketməyi sordum. Bu kiminiz, nevriniz mi o yadep? Vay, nemi deydiğan siz balam. Tonumam siz texi. Bu aşı Sabit Efendi'nin balısı emesma. Demesma? Közlerimki yaş tıkılıp ketdi. Mən seni əmdi hayat qutulamdı. Yok mu? Közüm yetmeydi o. Şunun bilen balanga azıraq paç pul verip, manığı samsa elip yep ket dedim. Turqı qandaq, bekle əbqa mu? Solğun mu? Oruq mu? Abla, nimanda qılısan deyme. Öpkəni besivasanço. Oruqraq adam buluduğandek turdu. Amma bəquvət sana tatqandek. Egiz, usta beşimi onçu namrat çıra yemez. Yüz gözlerinden aptıço, kimge oxşapdı? Usqıneye sana taatqan bilen sendek sətemez. Qaş gözleri anısıdek çıraylık boğandek gördüm. Rostma? Xeli yaman emes dedin mu? Üstü beşi bek sangıl emes ma? Yaq deymen, mən atayın sordum deyme. Hamma, bala ne xeli çıraylık çoğun qıpsız. Allah həcrinizi bəson dedim. Havaxan hamma, bu degen Sabit Efendi'nin balısı dursa, onun yetimlikini bilindirmeye bakmasak, keyin dadısıға qandaq yüz gelimiz balam, dedi. Rastma, boyu qançılıkken dedin? Vay Xudayım, sen nimandaq özenge oxşamay qaldın adaş, toxtumam sen, dedi Nasır yeni bana tenbih berip. Muşiyagi kelişimnin aldıda, mao Qızıl Paçaqlar yurtunu basqanның yaqı, bir günü jangalga berip aylanıp kәgim kep qaldı. Burun Məmtidi Efendi izçilerini başlap bağandı bir qaytım bağantım emesma? Şu yadımda, şu tarafga berip eliqa jangal padişahıga ziyaret qılğım kep qaldı. Vay, sen o gepki ketdin go, Abidning gepini liqilib ite. Vey, birdam şük turamsa qanda, məmi şu gepde. Aldırmayrak tumamsa. Nasırga aralashmay desem mu, balam haqqatki uçur tüpeyli özemni yoqtuplu qoygan edim. Şu jangalga ketip berip, şoruqdan ötkiçe lappidi yadımga yetip qaldı dedigine. Oy, bu Sabitning oğlunu kögeç ötmeyme adep. Havaxan hammeninkiga yoluqdim. Nimi ködüm demem sen? Aldınqı kögünüm emesla. Nim boptu, ağrıp qapdı mu? Madaş ne? Yaq, men bilen tanglı bir jigit gördüm. Rast davat men. Boyumuzu tanglaştırıp baktım. Ataydan tura ve onun dindep toğuzup, yeniğe kelip turup baktım. Tangla, bek bolsa bir kolumdek, barmaqdek pestu. Netçi yaşta o balan. Unuttum. Allah nasip qılsa bu yıl 13'te. Vay biçarey, tuğulğandı köygence 13 yıl körüşmüdük de. Allah muradını bəsun, yaman baptı cimaba. Budu köygeli tas qağantım. Tutulup bu yerdə bulduk. Aşı yeli Qumaltağdan elip ketdi. Mana şundaq. Allah nasip qılmasa, ağzına kəygen aşnımı yutuşqa ölgürmeysen emesmi?
Qolgan tonish bilishlarning ahvoli qandoq? Maktablarning holi nima bo'lyotidi? Mahaq maktabga xili ko'ngil bo'ldigandek turamda nima? Balkim. Xo'sh, endi sen jangalga bag'iningning gapini qila, qo'ymay so'zla.